Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube obunachilarim. Sizlarga birinchi videolarimizdan Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan Xonaqoh masjidi bilan tanishtiramiz. Ushbu masjid Marg'ilon markazida joylashgan bo'lib, Marg'ilondagi eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Bu masjid oldingi ko'rinishdan 2025-yil yoz oylarida shu ko'rinishga keldi. Hamma joylari remont bo'lib, namozxonlarga qulayliklar yaratilib, bu masjidning kira olish qismi bo'ladi. Bu masjidning o'rta sahna qismi deyiladi. Umumiy 4 ta gumbaz bo'lib, to'rala tomonga ozon jaranglari, ozon sadolari eshitiladi. Bu masjidning ichkari qismi eng katta xonaqohsi deyiladi. Xonaqoh bu masjidning ichki ko'rinishi. Ushbu masjidning har bitta devorlari, har bitta o'y-makorlari qo'l mehnati bilan qilib kelingan. Ushbu masjid hozirgi kunda ham eng katta, eng zamonaviy masjidlardan biri bo'lib kelyapti. Ushbu masjidda namozxonlarga qilingan sharoitlar juda go'zal, juda samimiy, mazza qilib ibodat qiladigan joylardan bo'lgan. Sizlar ham Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga yo'llangiz tushib, ushbu masjidga kirishlaringni tavsiya qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r videolarni joylab boramiz. Assalomu alaykum.